Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan bugungi videoda Daniya poytaxti Kopengagen bo'ylab sayohat qilamiz. Bu vlog nafaqat oddiy sayohat videosi, balki Kopengagen shahar ichida qanday yurish, narxlar, transport, atmosfera hammasini ko'rsataman. Aeroportning o'zi shunchalik chiroyli va katta ekanki, shu yo'lakdan yuriboq shahar haqida yaxshi taassurot paydo bo'ldi. Kopengagenda metroda sentrgacha borib oldilar ekan. Nasib xolalari bizga yo'l ko'rsatib, shata kutib olishdi. Bu safarimizda do'stimning xolasi Robiya opa bizni aeroportda kutib olishdi. Ular Daniyada salkam 20 yildan beri yashab kelishadi. Bu yerga talaba sifatida kelib, meditsina yo'nalishida o'qib, keyinchalik shu yerda doktor sifatida ishlab kelishmoqda. Robiya opa bizga Daniyani haqiqiy daniyaliklardagi his qilib, sayohat qilishimizda yordam berdilar. Ularga kattakon rahmat. Kopengagenning mahalliy transporti juda qulay. Har 2-3 daqiqada keladi. Yo'nalishlari aniq, odamlar ham tinch. Daniya metrosi men hozirgacha ko'rgan eng chiroyli metrolardan biri hisoblanadi. Hammasi soatdek tiniq ishlaydi. Xalq uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Metrodan chiqarishdagi mana sizlarga view manzarani ahvoli. Manzarani biri. 2 kun davomida shunchalik ko'p narsa ko'rdimki, hammasini sizlar bilan bo'lishishni istadim. Keling yana endi shahar bilan tanishamiz. Taksilar, avtobus. Velosipedlar mana boshlandi. Daniya nimasi bilan mashhur? O'zini velosipedlari yo'li bilan mashhur. Kattaligini qaranglar. Mana shu yo'l kattasi velosiped yo'li. Qarang, yo'l berishingiz kerak. O'tmaydi hech kim. Ko'ryapsizlarmi? Velosiped yo'li mana shu to'g'ri. Faqatgina velosiped, piyoda ham yurish mumkin emas. Mana ko'ringlar. Because mayli, o'qimadim davomini. Mana shunday katta yo'l faqatgina velosipedlar uchun. Velosipedlar to'xtaydi, mashina ham to'xtaydi, ularning tarafga burilib ketadi. Velosipedlar uchun alohida yo'l. Bizning birinchi manzil Revshalyon, Kopengagenning yashirin gavharlaridan biri. Odatda turistlar bu joyni ko'rmay ham o'tib ketishadi. Bu yerga borish uchun biz kichkina paromga chiqamiz. Daniyada parom ham umumiy transport hisoblanadi. Juda qiziq xalqi. Bo'ldi mana. Ketdik endi boshqa tarafga. Ichkarida kirsa ham bo'ladi mana. Ichkarida o'tirib ketsa ham bo'ladi, tashqarida ko'rib ketsa ham bo'ladi. Kimga qanaqa ma'qul? Sayohat qilish kerak, maza qilib aylanish kerak, dunyoni ko'rish kerak. Mana 35 yevroga olingan biletdan bunaqangi maza qilyapman. Hali sayohatim boshlagan yo'q. Hali narsalarimni qo'yib ko'chaga chiqqanim yo'q. Hali endi 1,5 kunim bor. Maza qilib aylanaman xudo xohlasa. Buni ko'rasizlar? Kichik kapsula, bular konteyner. Prima mana shunda odamlar yashar ekan. Aytganda shumagan, uni hozir ko'rdik, mana shu joyga yetib keldik. Ichkarida velosipedlar ko'ryapsizlar. Ichkarilar juda endi shaharlarda odam yashaydi. Uy joylar narx qimmat. Shuna joylar yaxshi ko'raganlar, shuna joylarda yashaydi. Mana bu oshxona. Sud shunday oldi. Bu ham alohida vay o'tagan, balkon. Ko'ryapsizlarmi? Konteyner. Asl konteyner, bu ham konteyner. Hovli. Просто обычный hovli. Ichkarida hamma narsa bor. Velosiped, kemalarni qo'yib olgan. Ana uni uyda ham odamlar yashayapti. Mana shu kelgan undergroundimizda topgan joyimiz bu Kurdish food ekan va bu joyga mana go'shtni yozib qo'yishgan, ko'rishingiz mumkin. Va aytib qo'yishdi, ya'ni hamma ovqatlar halol, all food halol deb yozib qo'yishgan. Bu yerda mana menyu bor. Menyuni bundan ko'rsa bo'ladi. Rice box, chicken shashlik, endi keyin qo'ydan shashlik bor ekan, mana qiyma u ham va kurdish salat bizdagi shakarobga o'xshaydi. Bu yerdan zakaz berasiz. Bu joydan bo'lsa zakazda olasiz, ya'ni mana yozib qo'yishgan. Bu yerdan pick up olasiz xolos. To'lovingizni kartadan naqd dollarda, yevroda ham bersiz bo'lar ekan. Arkada atmosferani o'zlaringiz ko'ryapsizlar, qanaqangi chiroyli, vibe juda ham zo'r.
Ana endi men sizlarga zo'r narsani ko'rsataman. Nimaga sayohat qilish kerak, dunyoni ko'rish kerak. Mana bunaqangi quyosh botishini ko'rishlik uchun. Buni qaranglar. Qana chiroyli dunyo. Yetkazib beraning buni kadr orqasi. Buni shunchaki ko'rish kerak. Meni hayron qoldirib turgan narsa, odamlar, ya'ni Daniyaning odamlari har kun shu yerda yashaydi-da, to'g'rimi? Har kun shunaqa manzarani ko'radi. Bunaqa manzarani, bunaqa joylarda ko'rgandan keyin qanaqa qilib xafa bo'lib yashash mumkin? To'g'risida, mana ballarni qaranglar. Mana shunaqangi manzarada o'yin o'ynayapti. O'yin nomini bilmayman, lekin tosh otishyapti prosta. Mana bu yerda mana kemada odamlar yuribdi tepasida. O'zi ovqatlanishyapti maza qilib. Dahshat. Prosta dahshat. U yerdan qaytayotganimizda allaqachon qorong'u tushib bo'lgandi. Shahar markaziga yetib olish uchun avtobusga chiqdik. Endi esa sizlar bilan kechki Daniyaning atmosferasini birga ko'ramiz. Keyin esa hostelga borib ro'yxatdan o'tamiz. Mana kechqurungi Daniyani shunaqa ko'lli bo'yida maza qilib ovqatlanib o'tirishni qaranglar, maza qilib. Shu bunaqangi maza-yu, a? Sizlarga hozir Daniyadagi velosipedlar qabristoni desa ham bo'ladi bu joyda. Buni qaranglar. Shuncha velosiped, hammasi velosiped. Hamma odam chaqa tashlab ketar ekan, shu yerdan bo'lib oladi, qulfini ichadi, ketaveradi. Никто не берет, ничего не делает. Ну, tegishi mumkin, to'g'ri, har xil holat bo'ladi, lekin baribir shunchalik odam velosiped minishini tasavvur qilib ko'ryapsizlar. Bu do'kon bas. Har bitta deyarli har bitta odam, har ikkita odamdan bittasi velosiped bor yoki har bitta odamning uyida kamida baribir bor. Mana bu joy menga to'g'ri kelgan. 9-raqamli eng zo'r tomoni menga yoqqani o'ziga yostiqlariga va ko'rpa va pastga solingan narsalar o'rab berilmagan, alohida solib qo'yiladi. O'zingiz olib o'zingiz sog'ib olarsiz. Ya'ni hech kim tutmagan bo'ladi. Razvedka bor, hamma narsasi bor. Hamma shart-sharoit bor. Lekin bitta yomon tomoni shu ko'rpa menga kichkinalik qildi. Meni bo'yim uzun, oyog'im ochilib qoldi doim. Endi zo'r qizig'i, bunaqa locker, ya'ni qulf ichki joy bor. Shkafcha, shu ichiga buni ham mana shu kartez bilan tekkizasiz, ochiladi. Ishlataverasiz. Yopib qo'yasiz. Bo'ldi, kartasiz ochilmaydi. Ichki chizdan oldin o'zingizni kerak narsangizni qo'yishsiz bo'laveradi. Ana endi narx-navoga keladigan bo'lsak, men bu joyda 2 kecha uchun bron qilganman va bu joyga men oldin olishga ulgurmaganligim uchun 69 yevro to'ladim. O'rtacha примерно shunaqangi bo'ladi, lekin qiziqarli tomoni shuki, Daniyada o'zi shundoq narxlar baland. Oldindan olsangiz ham kechroq olsangiz undan ham qimmatlashib ketadi. Daniyada yashash, oziq-ovqat, sog'liq, hamma narsa baland, ya'ni qimmat. Hammaga chiroyli va toza bo'lgan Daniyadan xayrli tong. Biz sayohatimizni boshladik. Ana endi shaharni kunduzgi holati, Hans Christian Andersen muzeyiga, haykaliga, shunaqa joylarga borib ko'rib kelamiz. Ana endi Daniyani Kopengagen. O'ngga qaranglar. O'ngga burilmoqchi edi, qo'lni ko'tardi, ko'rdinglarmi? Velosiped o'zi mahalliy transport turida bor. O'ngga burilmoqchi esa o'ngga nima qilyapti? Qo'lni ochyapti. Mana qaranglar. Bunisi tarafdan velosipedlar kelyapti. Mana ular to'xtab turibdi. Ular o'ngga burilib ketadi. Velosiped haydashning madaniyatini ko'ryapsizlarmi? Mana qaranglar. Qizil ular to'xtayapti. Sizga to'xtaydi. Ketdi to'g'riga qarab. Mana qaranglar. Nima bu? Qaysi davlatda shunday narsa ko'rgansizlar? To'g'ri, Amsterdamda bor. Amsterdamda bundan ham battar bo'lsa kerak, chunki ularda
deyarli mashina minishmaydi. Ko'pincha shu velosipedda yurishadi. Lekin Daniyada ham xuddi shunaqa ishlayman, lekin Amsterdamga qaraganda kamroq. Ya'ni Niderlandiyaga qaraganda. Kalplar qilishar ekan, ishlatilar ekan. Ana nima sizlarga Danish morning breakfastlari qanaqa bo'lishini ko'rsataman. Hozir biz soat 8 ertalabki 8:30 atrofida. Hamma ko'chada kimdir ishga ketgan, kimdir boshqa joyga ketgan, kimdir yuryapti. Bu hozir Mercedes posta hisoblanadi. Hello man. What's up, dude? Yep. Why does it written foreigners please don't leave us with the Danes? Because we are very weird, the Danish people. Aha. Yeah, we're annoying. Ko'rdilarmi? Они сказали типа, Потому что они раздражают, да. Нормально все. Ну, vibe qaranglar, dahshat. O'zini ovqatini olib kelib, yeb o'tirsa ham bo'ladi. Telefon zaryad qilsa bo'ladi. Gym bor, bilyard bor, kino ko'rsa bo'lar ekan, karaoke, hamma narsa bor. Это просто, очень много реально спортивных машин уже не раз видел. 901. Брат, мы сейчас где? Это Espresso House. $10. $10 кофе латте. Hop, qaranglar. To'g'ri tushuntirgan holatda Espresso bu joydagi eng Espresso House bu joydagi eng mashhur joylardan hisoblanadi. Ana endi narx-navosini ko'radigan bo'lsa, mana ko'ringlar o'zinglar. Mayda ko'rsataman narxlarga hozir. Ko'rdinglar, masalan, ice latte oldim, 54 kron, yevroda 790 yevro bo'ldi. Aniqda narxni men videoda qoldiraman, 790 yevro bo'lib qoldi. Rigada xuddi shu narx, ya'ni ice latte 3 yevro 90 sent yoki 3,5 yevro atrofida bo'ladi. 2 barobar. 7 yevroga men Latviyada bir porsiya osh, kabob, yoki non kabob yoki manta, shunga o'xshash suyuq ovqatlar yeyishim mumkin xohlasam. Qornim to'yadi, ya'ni 7 yevroga men ovqatlanaman. Bitta lavash olinishi yoki bitta shawarma olinishi ham 7 yevro atrofida. Latte 8 yevroga bitta ice latte olyapsiz. Oddiy latteni o'zi $10 ga to'g'ri kelyapti. Bu ham salkam 8,5 yevro atrofida. Atmosfera dahshat to'g'risini aytganda. Yarisidan ko'rib chiqamiz. Keling, ham tamom o'tib ketib olay. Iltimos. Kirish tekin. Датский флаг. Да. Фарерские острова и Да, Гренландия. да, Это же их. Вау. Блин, это вообще... Тут люди жили. Там еще дальше. Uni qaranglar. I was here. Mana shu odamlar yashagan endi tarixda, to'g'rimi? Qirollik davrida mana shtatlarda yurgan odamlar. Mana shu o'zini xonalari bo'lgan. 1722 tarjimasi bu yerda ingliz tilida yozilmagan. Endi buni Представьте тут свадьбу, балы. Вот под эту музыку. Это просто максимально передает атмосферу. Вот снимай, как тут выходит в платье Да. с королями, принцессы. Вот спускается вниз на свадьбу, там сейчас. Где-то вот тут 500 тысяч гостей, короче, со всего мира. Другие короли прилетели в Данию, там с какой-нибудь, не знаю, Британии, там с Испании прилетели сюда, чисто и все принцессы. Швеции. С платьем. Короли в этой штуке, вот там много орденов. Тут цветочки дает, так где? А там внизу жители обычные, гирны такие, такая свадьба, выходит свадьба, там или избрание королей, допустим, там умер король, и там молодой 15-летний пацан такой, так идет с этим, Штуки, да, штуки. так идет, там все равно встречают нового, такой,
Вот тут стоит. Да. Мы захватим весь мир. Европа наша будет. Что-то такое говорит. Вот, Golden Brown. Вот. Карли Опсон. И Спиннер. 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 Да. Окей. Are you from Central Asia? Yes. How did you know? You are a cat. Cap. You have seen Central Asian guys wearing this? Yeah, Where are you from? from Romania. Oh. Румыния. О. Assalamu alaikum. Well, hello. Hello. Бухарест, yes? Yes. What country are you from? Uzbekistan. Oh, Uzbekistan. Okay. I'm from Tashkent. I'm from. Tashkent. Tashkent is a nice city. You've been Hello. from? No, unfortunately not. You have to be. You have to fly to the Uzbekistan From summer. Central Asia, from Uzbekistan. Cotton country. Yes, thank you. Plov, samsa, do you know? It's national food. National food, yes. What it is? Plov, samsa. Kebab. Kebab, well, kebab is from Turkey. It's our. Muslim, I think. Yeah. Yes, yes. Yeah. It's our culture. Halal. What's your native Yeah. language? Halal. Uzbek. You don't speak Russian? We do. Russian and Uzbek. Yeah. Russian and Uzbek. And I'm fluent in Russian. Oh, wonderful. Unfortunately, I cannot speak Russian. I studied in school years ago, Yeah. but we don't speak Yes, like yes, Russian. But- So, Nice to meet you. nice meeting you. Nice to All meet the you. best. Have a nice, Thank you very much. nice vacation. Yeah, thank you. You too. It's for YouTube. Thank you very much. Прикольно, вообще прикольно. Да? 1587 год. Так они написали так. Вау. Вот это, можно сказать, самое важное здание Дании. Ну, может быть. В целом истории Да. строилось. Сколько кораблей? В то время было? Да. Причем город плюс-минус так же выглядит. Плюс-минус сейчас, да? Похоже. Я-то думаю, Сити Холл, это который мы были. Сейчас, да, Не, мы- или Турговый, не И знаю. вот А, мы все это посетим сегодня. Я в плане у нас есть. mana bu yozuvlar ayniqsa qaranglar, mana ular chizmalarni qaranglar. Oo. Qale. Dahshat-a. Ularlar. Mana qaranglar. Ular vibe-ni qaranglar. Wow. Wow. Qasrda bog'i mana. Nechta yillar oldin o'sha yerda qirollar, malikalar o'sha yurgan bo'lsa, ana endi mana biz yuramiz. Daniyani deyarli hamma joyida mana shu amakini ko'rishingiz mumkin va bu kim? Bu Hans Christian Andersen. Buni haykali deyarli hamma joyda. Buni xuddiki millatni hali modeli desam bo'ladi, bularda eng hali kumiri-da Hans Andersen. Амир Тимур наш, короче. Типа Амир Тимур, да. Ну, не типа, ну, давайте все. Ну, разные. Да, да. Он был там захватчиком, полководцем, а этот сказочник, но тоже прикольный. О, Финленд. Я бы там Финленд. Да? Ana endi sizlar bilan mana shu ko'rib turgan joylar ichkariga kiramiz va emotsiyani sizlarga ko'rsataman.
Xo'p, qaranglar. Hozir mana shu boshqa yana bitta suvenir magazinga kirdik. Ana endi narxlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'sh, mana shunaqa stakan deylik mana. Menga yoqdi mana shular ham 109 kron. Salkam 15-16 yevro atrofida bo'ladi. Bu ham 89 kron, 12 yevro, 10 yevro atrofida. Ana endi bu 10 yevrodan ham qimmat lekin. Shunaqa narxlar. Sorry. Endi zo'r narsa bo'ldi. Biz bu yerda hozir mana bu stakanni ko'rdik. 99 kron. Yaxshi. Material zo'r. Ana endi mana shu apparatlar bilan hello. So'radi. Aytib qolish o'zlari. Diskount beraman agar olsalaring deyishdi. Keyin qaratida, как раз dedi. Ikkita olamiz dedim. 10 yevroga bering desam, давай deyishdi. Такие же кружки, такие же. В других магазинах 18 евро стоят. Да, 18-12 2 за 20. Да. 2 штуки за 20 евро. Ikkita shtukni olib 10 yevrodan 20 yevro. U endi nimaga deb so'rashinglar mumkin. So'radim. Oxiri hech kimdan so'ramay turdim. Ayniqsa suvenir magazin egalari, ya'ni nimaga o'zi narxlar qimmat deb, chunki ko'pchilik yoqtirmaydi bu savolga javob berishdi. So'raganimdan keyin nima deyishdi? Daniyada ta'lim tekin, sog'liq tekin. Shular hisobiga bularda ham dunyodagi eng katta soliq to'lash nimasi ham, ya'ni taxes deyiladi-ku, baland. Soliq foizi baland, daromad solig'idan. Shuning uchun siz masalan mana shuni salkam qancha ko'p daromad qilganingiz sari siz shuncha ko'p soliq to'laysiz. Juda ham oshib boraveradi. Masalan siz bitta Porsche mashinasini sotib olyapsiz. Porsche mashinasining narxini bilasizlar. U qancha qimmat bo'lgan sari narxi juda kattalashib boraveradi. Siz o'shani до 100% можно, да? И в начале даже 300. Допустим, вот Porsche 100 000 долларов, он Да. 200 000 долларов стоит. Да. То есть очень высокие налоги, да. И mana shu налогlar o'zim ko'chada ko'rdim. И типа налоги работают. Да, налоги работают. Типа налоги берут и налоги Отдаются тратятся. правильную вещь. Да. Самый низкий уровень коррупции в Дании, в мире. Да. Самый низкий уровень коррупции. Вот такие моменты. I thank you very much. It was very good, and that will always work for me. It will be useful. Yep, I will come. Thank you very much. Oh, yeah, oh, sorry. No, nima qoldiradi. It's our national food. We'll take it. Bye bye. No, yeb yuradim. Nonim qolib ketibdi. Ana shu mashhur chiroyligini bog'iga kiryapmiz. Kirish narxini qaranglar. Entrance. Mana joyda qaranglar. Mana qaranglar, fontanchalar. Mana joylarda qaranglar. Ona kattasi ham bo'lyapti. Hozir mana shunga o'tamiz. Aytishdiki, bu park Yevropadagi eng tarixiy parklardan, eng eski parklardan biri ekan. 1902-yilda ochilgan parklardan. Emotsiyani aytadigan bo'lsam, qo'rqinchli emas, dahshat. Я обосрался. Да. Ну ты обосрался. Прямо вообще топовый. Dahshat ekan. Adrenalin oshdi, kayf oshib ketdi. Kayfiyatim sal tushib qoldi, charchagandim. Vashi maza bo'lib ketdi. Hozir shunga tushamiz. Mana shunga. Aylanib ko'rishini qaranglar. Это катаем, чтобы вода будет какой-то. Не знаю. Люди. Yana bir va yana so'nggi marotaba Daniyani metrosidamiz. Qaranglar qanaqa. Daniyani shu Kopengagendagi metroni e'tibor berish kerak bo'lgan bitta zo'r joy bor ekan. Qaranglar mana. Metro shunaqangi joyda joylashgan. Mana bu metro bas. Bu metro oldiga qo'yilgan to'siqlar. Nimaga oldiga to'siq qo'yilgan deganimizda, bu o'sha odam tushib ketmasligi uchun, faqatgina kelganidagina ochiladi xolos. Kelganida metro o'sha eshigini ochganda bular ham ochiladi. Qo'yib yuborilmaydi. Metro yo'li ichkarisi. Odamning xavfsizligi uchun, odamning qulayligi uchun hamma narsa yaratilgan. Sayohatimiz ikkinchi kuni, men o'sha yana hostelimga qarab ketyapman. Endi yo'limda uchratgan zo'r narsam bor. Yaqindan bunaqa uchrataman deb o'ylamagandim. O'zbekistonga keldim do'stlar.
Spark qale. Zo'rmi? Chevrolet Spark Kopengagen, Daniyada. Va nihoyat biz Daniyadan shu Lidl'ni topdik. Yurdi, hech Lidl topmadik, faqat Netto va o'zining magazinlari 7-Eleven. Ana endi biz kechimizdan oldin mana shu Lidl'dan nimadir olib olamiz degani. Ana endi Lidl'da narx ko'radigan bo'lamiz. Kichkinagina noncha. Bitta dona banan 22 kron 45 sent 3 yevro atrofida. Agarki men Daniyada yana bir necha kun qoladigan bo'lsam, o'sha pulim qolmaydi. Mana bu non eng arzon non ekan. 25 krondan turibdi. Eng o'rtacha nonlar 25 krondan boshlanadi. Mana bu 8 kronnami degan turgandi. Shuni oldim majbur. Kichkinaroq non, yesam qornim to'yadi, shu bilan Germaniyada ovqatlana olaman. Qaranglar, hozir yurish bo'ldi. Flixbusda Daniyadan Germaniyaga ketyapmiz, Gamburg shahriga. Va yo'lda most yo'q ekan. Oldindan ko'rmagandik, biz most tarafdan yuradi o'ylagandik. Va hozir avtobus pramo kemani ichiga kiradi. Kemani ichiga kirdi, biz tushdik. Kemani ichkarisiga kirib tushar ekanmiz. Men avtobusda ketaveramiz o'ylagandim. Hozir tushdik mana. Kemani ichiga kiryapmiz. Hozir ko'rsam zo'r kadrlarni.